大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语月校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师Shekila Asghar。今天我们要学习的是第3单元。Bugün bizning o'rganganimiz 3-chi qism, ya'ni Alimu的新生活, olimning yangi turmushi. 好，那么bu olimniki yangi turmushlarda ta都发生了一些什么事情呢？ Bunun turmushlarda qanday yangilik ishlar paydo bo'ldi? 都有我们还可以学到哪些东西呢？那么bu darsda biz yana qanday yangi narsalarni o'rganalaymiz? 好，首先我们来看一下我们今天的生词。 Oldi bilan bugungi darsninki ham so'zliklari bilan bir tanishib o'tsak. Unda bo'lsa, 我们来看一下。第一个词是对。 Qanday yozdi ekanmiz? 一个又 andan keyin 一个横竖勾点寸 对 ma'nosi to'g'ri. Sizning deganingiz to'g'ri. 你说的对. 你说的对. Qilganingiz to'g'ri. 你做的对. 你做的对. Mening to'g'ri desam, 我的对. 我的对 desak bo'ladi. To'g'rimi desak, 对了. To'g'ri desak bo'ldi. Nima uningdan boshqa, shu to'g'ri degan ma'nosidan boshqa, ya'ni 对了 degan vaqtimizda ha rost degan ma'noda. Tuyuqsiz bir narsa esimizga kelib qolib, ha rost deymiz-ku. 对了. 今天是星期几? Ha rost bugun haftaga qanchdi? Nima yoki bo'lmasa, ha rost, men sizga deyishni unutib qolibdiman. Ati bir yig'in bordi desak, 对了, 我忘了跟你说明天有一个会议 desak bo'ladi. 对了 bo'lsa ha rost bo'ladi, 对 bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Ha, unda bo'lsa ikkinchi so'z 下 横竖点 下 ma'nosi mushu xatning asli ma'nosiga qarasak, mushu tuvan osti degan ma'noda chiqadi. Nima bu yerda kelarki degan ma'nosi bor. Masalan, kelar hafta desak, 下星期 yoki bo'lmasa 下个星期 desak bo'ladi. Kelar oy desak, 下个月 下个月. Kelar qitim desak, 下次 下次. 那就是说下 degan bu xatning asli ma'nosi mushu osti tuvan degan ma'nosida bo'ladi. Nima bu darsda bu sha'ninki ikkinchi xil ma'nosini qo'llanamiz. U bo'lsa-mu kelarki, kelarki. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 月 撇横折钩横横. Buni biz shu penpang bo'sho o'rgangan vaqtimizda o'rganib bo'lgan. Shunaqo 月 asli ma'nosi osmondagi oy. Nima yana bir ma'nosi nima? Shu birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oydagi oy. Bir oy deganni 一个月 deymiz. Bir oy. Birinchi oy deganni 一月. 一月. 你的生日是什么时候? Tug'ilgan kuningiz qachon? 7-chi oyda desam 7月. 7月 7-chi oy desak bo'ladi. Sonni o'rganib bo'ldik-ku, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb turib. Nima shuning ichidagi shu nimaga kelgan vaqtimizda, oyga kelgan vaqtimizda 我们就可以说是什么呀? 月. 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月. Aldığın sanni keyniga ayını qo'shsaqlam bo'ladi. Hop, unda bo'lsa, 这是这个. Keyingi so'z 生日. 生日. 生撇横横竖横. 日 degan chu 竖横折横横. Kun degan ma'noda shunaqo. 生 degan tug'ilish, 日 degan kunni 生日 bo'lsa tug'ilgan kun. 那sizning tug'ilgan kuningiz qachon desak, 你的生日是什么时候? 你的生日是什么时候? bo'ladi. Andan keyin tug'ilgan kun o'tkazish deganni 过生日. 过生日 deymiz. 今天我过生日. Bugun mening tug'ilgan kunim. 今天 bugun men tug'ilgan kun o'tkazaman. 都可以啊，生日 tug'ilgan kun. 你知道你爸爸妈妈的生日吗? Apangiz dadingizniki tug'ilgan kunni bilamsiz? 好，生日 tug'ilgan kun. Keyingi so'z 参加. 参加 撇折点 横撇捺 撇撇撇 加一个力 kuchli bir tal 口 参加 ma'nosi
qatnashish. 那么 faoliyatga qatnashsak参加活动 参加活动 musobaqaga qatnashsak 参加比赛 参加比赛 那么o'tirishlarga qatnashsak 参加聚会 参加聚会 desak bo'ladi. Ishqilib qatnashsak nima deymiz? 参加 我参加了一个比赛 men bir musobaqaga qatnashdim. 明天我要去参加一个活动 Erta men bir faoliyatga qatnashqili boraman. 明天我要去参加一个活动. 那么 bugun bir faoliyat bor, savoqdashlar aktiv holda qatnashinglar desak 今天有一个活动 希望同学们踊跃参加 或者说是积极参加 都可以啊 参加 你们 qatnashish. Andin 聚会 聚会 bu xatga qarsak balkim sal tasvib qolgan bo'lishi mumkin. 首先 聚 degan xatga qarsak 它是一个耳朵的耳 quloqdagi耳 anandagi yu 横撇 那 yu yana bir qatimki yu Asli pie shu qilib pie lekin pie deb qilsak bo'ladi. 聚 会 degan xat bu oson. Ustiga bir tal ren, odamdagi ren, aniki ostiga hang pie zhe dian yun bulutdagi yunni ekansak bo'ladi. 聚会 ma'nosi o'tirish. Ha, bugun mening bir o'tirishim bor desam, 今天我有一个聚会. 今天我有一个聚会. Ertekashda o'tirishga qatnashqili boraman desam, 明天晚上我去参加一个聚会. 明天晚上我去参加一个聚会. Bugungi o'tirishda hammanglar xushal bo'ldinglarmi desak, 今天的聚会大家都高兴吗? 今天的聚会大家都高兴吗 desak bo'ladi. Ha, unda xususiy keyingi so'z 星期 星期 星 一个日 shunda bu asliyligi 生日的生 生日的生 chi degan xat jo 横竖竖 横 qilib anandagi 两个点 ilaqi chi degan xat qo'y keyingi bir tal oy yu degan oy 星期 hafta. Na bir haftaning ichida qancha kun bor? 7 kun. 一个星期 有7天 有7天. 那么bu 7 kun qanday bo'ladi desak, 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天. 那么星期天ni ya'ni 星期日 desak mu bo'laveradi. Na buni degan vaqtimizda masalan bugun haftaga qancha desak, 今天星期几 今天星期几 deb so'raymiz. Bugun haftaga 1 desak, qo'sha shu bugun dushanba desak, 今天星期一 今天星期一 bo'lib ma'noda. 好，星期 hafta degan ma'noda. Keyingi so'z 看 看 撇横横撇 qilib 竖横折横横横. 好，这是看 degan xat. Mundaq desak, ma mushu 看 degan xatniki usti mushu qo'l degan xatni bilamdiq, 撇横横竖钩. Nima mushu shu govni bundan pie qilaversak, agar ostiga mu degani mu ko'z. Nima unda xo'sa masalan mushu kan degan mushu harakatni menga ko'z tutib bering desam, qanday qilgan chaqda kan bo'ladi? Men mushta tursam hozir mening qarawatqanligimni his qila olamsiz? Bir odam, masalan bir odamga, "Mashakilamalim nimishib qotdi" desak, men mushta olam tug'an bo'lsam, bir anasiga qarawatamdiki yoki bo'lmasa bir anasi o'ylawatamdiki turibdi degan mundaq bo'ldi. Nima agarda men mundaq qilsam-chi? Munda qisam tajadi o'quvchida nimishib qotdi, shakillamalim bir narsaga qarawatdi deb bo'ladi. Nima qo'limizni ko'zni ustiga munda qilib turib qaraymiz. Nimishqa? Burunmi shu qarash degan harakatni ko'zdan desak mushtaq qilamiz-ku. Nima ustiga bir tal qo'l, ostiga sizning ko'zingiz keldi. Nima shu kan degan xatning o'zi shu, qo'lning ostida bir tal ko'z va qarash degan harakat. Qarash degan harakat. Kan Kitap qarash, kan shu, denshi ko'rish, ya bu televizor ko'rish desak, kan denshi, man qara desam, kan wo, nima, do'stga qaranglar desam, kan hayban deymiz, kan, qarash, ko'rish degan ma'noda chiqadi. Ha, unda xo'sa keyingi so'z, yisha.
i degan bir shuna sha degan a ustidagi kelarki degandagi sha shu isha birdam ekanligini bildirdi. Nimaninki masalan bir harakatninki keyniga ishani akilimiz. Harakatning keyniga ishani akilib, shu harakatninki intayin qisqina vaqt ekanligini ko'rsatib beradi. Masalan, hamda noyatda yenik ekanligi, buyur shu men bir qarab baqay desam, bir qarab baqay, men ji qarab olmayman, bir qarab baqay desam, o kan isha. O kan isha. Nonda xusu bir sinab baqay Mushu yangi oyoq setib olmoqchi bir sinab baqay desam, o shi isha. Shi isha. Men bir anglab baqay desak, o ting isha. Ting isha. Ko'pincha mushu Uyg'urchada biz ifodalangan vaqtimizda mushu vaqtni ayta qisqamdan ham qilib baqadigan vaqtimizda deb bir deb oldiga qo'shib olamiz. Bir qarab baqish, bir titib baqay, bir ko'rab baqay, bir berib baqay degandek. Nima mushu vaqtlarda mushu bir deganimizga mushu isha deganni aytsangiz bo'ladi. O shu isha bir berib kelay, o kan isha bir qarab baqay, o shang isha bir o'ylab baqay degandek. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z rili. Ri degan bu xat mushu bugungi so'zlikning ichida bakchiq chiqadi ya. Ri shu heng zhe heng heng. Anki li ju iga chang heng pie qilib ichida bir tal kuchli rili. Bu nima? Kalendar. 我看一下日历. Men kalendarga qarab baqay. Masalan, 今天几号? Bugun chislaga qancha? 我看一下日历. Men kalendarga qarab baqay. 日历, 你们家有日历吗? Sizlarning uyda kalendar bormi? 日历 kalendar, a? Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 记住. 记住. Nima 记住deganimiz esida tutib bilish. Bir narsa esimda qolib qolgan bo'lsa, tutib olgan bo'lsam, nima 记住 deyman. 比如说 bu 记 degan xatning yezilishiga bir qarab baqsak, 一个言字旁 anki 横折横竖弯钩 注 是一个单人旁 anan degan bir tal 主 主要的一个主 记住 esida tutib bilish. Men ismingizni esimda tutib oldim desam, 我记住了你的名字. 我记住了你的名字. Telefon numarangizni tutib oldim desam, 我记住了你的电话号码. 我记住了你的电话号码. Nima, mushu bugungi so'zlarni bilib oldikmi, esimizni tutib oldikmi desak, to'shamen 记住了吗? 记住了吗? deb so'rayman-ku. 记住 esida tutib bilish. Nima, yana bir qatam so'ray, 记住了吗? Esimda tutib oldim desak, nima deymiz? 记住了 deb javob berasiz. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 一定 一定 一还是不是这个一呢？我定是一个宝盖头，宝盖头横竖横，一个人撇那可能一定。Çokum degan ma'noni bildirdi. Çokum barma desam, 一定去. Sizning tug'ilgan kun faoliyatingizga cho'qim barma desam, 你的生日聚会我一定去. 你的生日聚会我一定去. U cho'qim qaytib keladi. 他一定会回来的. 他一定会回来的. Siz cho'qim eng yaxshisi desak, 你一定是最棒的. 你一定是最棒的 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 会 会. 会 degan bu xat qanday? Bayam nimadan chiqdi? 聚会ning ichidan bir chiqdi-ku. 会上面是一个人, anandagi 横横撇折点, ostida bir tal yun. 会 deganimiz mushu mumkin pil. Mumkin pil. Nima? Masalan, u mundaq bo'lishi mumkin, andaq bo'lishi mumkin deb turib, hamda mushu mumkinlik darajasi nihoyatda yuqori bo'lgan vaqtida mushu huy deb ishlatamiz. Masalan, u cho'qim keladi. U cho'qim keladi degan bo'lsam, bu yerda bu keldimi texi, kelmadi. U cho'qim keladi degan bo'lsam, bu mening faqat farzim. Lekin bu yerda qanday? Mumkinchilikni nihoyatda yuqori ko'taryapti. Men shu vaqtida o'qish shu. Ta iding huy 来的. 他一定会来的 degan bo'ladi va 会 mushu 能源动词 bo'lib qoladi. Nima bu 会ninki yana bir mushu qila olayman, qilmoq, etmak degan shunday ma'nosida bor. Masalan, men tamoq yetalayman desam, 我会做饭. 我会做饭.
那么man hanzu tilida gap qila olayman desam, 我会说汉语，我会说汉语 desak nima bo'ladi? Demak, bu huyning bir necha xil ishlatilishi bor. Bugun bu yerda bizning o'rganganimiz 就是这其中的一个。好, unda bo'lsa, keyingi so'z 时候，时候 shu vaqtni bildirdi. Bu vaqt 1 2 3 4 5 dagi bir kundagi 24 soatdagi vaqt emas. Shu ma'lum bir ish yuz berayotgan vaqt. Beyo shu, u men uyg'on vaqtida tatawo的时候 men yig'ladim, bu kufla. Yoki bo'lmasa, men qich ketdim degan bo'lsam, u跑了. 那么 yana birisiga kichik vaqtimda desam, 我小时候 opam电视ko'rayotgan vaqtida desam, 妈妈在看电视的时候 deb mundaq deymiz. Ma'lum bir ishni qilayotgan vaqtni什么什么的时候 deymiz. 的时候 deymiz. Shu vaqt kelganda desak, 到时候 vaqt kelganda bir gap bo'lsin desak, 到时候再说吧 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa, keyingi so'z 送，送 一个关 或者说 shiktal cheket andan keyin ten osmondagi ten andan keyin oldiga bir tal zo'jidi. Nima? Sovg'a qilish degan ma'noda. Sovg'a qilish desak, 送礼物，送礼物 deymiz. Nima? 其实bu 送ni biz odatda ishlatgan vaqtimizda bir necha xil qilib ishlatamiz. Masalan, shu uyga olib borib qo'yib, bunda uzitib qo'yganimni, 我去送送你 men sizni uzitib qo'yay, 我送你回家 uyingizga olib borib qo'yay deymiz. 我送你回家. Nima, uningdan boshqa shu boshqalarga bir sovg'a bergan vaqtimizda 送 deymiz. U menga bir kitob sovg'a qildi desak, 他送了我一本书，他送了我一本书 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa 送 bildik. Keyingi so'z 蛋糕，蛋糕 yezilishi 横勾 qilib shu 横撇捺 定deganga ancha-muncha o'xshab qoladi. Aslida bir tal cho'ng, qurutdiki cho'ng. Nima gao deganga qarsak bir tal gurishdiki miyi, anandiki machita qo'yga o'xshab qoldi. Yang degan xatga o'xshab qoldi. Lekin asli tushmaydi. Dian hang dian pie hang shu hang qilib anandiki to'tal cheket, to'tal cheket. Tangao tort degan ma'noda. Men tort yeyishga bak amroq desam, 我特别喜欢吃蛋糕。我特别喜欢吃蛋糕。 Bu tort bak tamlikka desam, 这个蛋糕太好吃了。这个蛋糕太好吃了 desak bo'ladi. 蛋糕 tort. 好, unda bo'lsa keyingi so'z 礼物，礼物 oldi bir tal 士字旁，士字旁 andan keyin shu van go 礼 u degan oldi bir tal qoladiki new shunaqa 然后撇横折钩撇撇礼物 so'g'at. 我送你一个礼物 men sizga bir so'g'at sovg'a qilay. 我送你一个礼物 u sizga nima sovg'a qildi? u sizga qanday so'g'at sovg'a qildi? 他送了你什么礼物? 他送了你什么礼物 desak bo'ladi. 礼物 so'g'at. 好, andan keyingi so'z 还 一个不 yoqdiki bu andan keyin bir tal 走之底 还 yana. Yana nima bor desak, 还有什么? 还有什么 desak, yana kim bor desak, 还有谁? 还有谁? Yana qanchalik vaqt bor? 还有多长时间? 还有多长时间 desak bo'ladi. 还 men texi bormidim, 我还没到. 我还要再来一次. Men yana bir qatim kelma degandaka. Hay degan bu so'zning texi, yana degan ma'nolari bo'ldi. Nima bu darsda bizning o'rganganimiz yana. Xo'ja shu texi. Bu darsda o'rganganimiz texi. 那么早 keyingi so'z 早 上面是一个日 andan keyin 一个时 o'rnidagi shi 早 degan. Anama yolg'iz kelgan vaqtida yana birisiga baldur degan ma'nosi chiqadi. Masalan, hozir texi baldurkan desak, 现在还早，现在还早 desak bo'ladi. Bak baldurkan desak, 太早了，太早了。
bir saatdan keyin bo'lsin, hozir bek boldurken. 1个小时以后吧，现在太早了 desek bo'ladi. Nima uningdan boshqa mushu atdigan salom qilgan vaqtimizda "Zavshan hao" deydik-ku. Qisqartib "Zav" desekmi bo'laveradi. Xo'p, unda bo'lsa keyingi so'z shuang. Shuang. Bir talyu, yana bir talyu, ikki talyu, jup. Shuning bilan jup qo'sh degan ma'noda. Jup qo'l desam, qo'shib bir jup qo'lim desam, yi shuang shou. Yi shuang shou. Bir jup ko'z, yi shuang yanjing. Yi shuang yanjing desak bo'ladi. Shuang degan jup deganni bildirdi. Xo'p. Undaq bo'lsa, keyingi so'z zhi. Zhi. Necha qitim chiqib bo'ldi? Shu hang zhe hang hang qilib kun deganni bildirdi. Shinchi zhi bo'lsa, mushu qaysi bo'ldi? Yakshanba kuni. Uningdan boshqa mushu qingtian qi yue qi zhi bugun qanchinchi oyning qanchinchi kuni? Kun degan vaqtimizda shu zhi bo'ladi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z mingtian. Mingtian. Ming bir kun, zhi kun shunaqa, yue oy. Bir kun, bir oy chiqib bo'ldi, shuning bilan bir kun biroq o'tib ketdi-ku. Shu vaqtida mingtian bo'lsin bo'ldi. Ata. 一个日一个月 andan keyin tian mingtian ata degan ma'noda. Ata haftaga qancha desak, mingtian xingqi ji. Ata siz uydami? Ni mingtian zai jia ma? Ni mingtian zai jia ma? Ata vaqtingiz bormi? Ni mingtian you shijian ma? Ni mingtian you shijian ma? desak bo'ladi. Ha, bu mingtian ata. Keyingi so'z hou tian. Ataning atisi Ögül deganni hou tian deymiz. Hou degan xatni pie qilib hang anani keyin kou tian hang hang pie na. Hou tian. 这是 ögün. 的 ögün neymiş qilasiz? 你明天后天做什么? 你明天后天做什么? 你明天有时间吗? Ata vaqtingiz bormi? 明天没有时间. Ata vaqtim yo'q. Na 后天呢? Onda olsa ögünlük chu. 后天有时间. Ögünlükке vaqtim bor. 后天 ögün ne? Ha, onda olsa keyingisi 明年. 明年 kelar yili. Ming, ashu 明天 deki ming shunaqa kelar. 一个日一个月. Anki 年 pie hang hang shu hang shu. 明年. Na 明年 bo'lsa kelar yili bo'lib ma'noda. Kelar yili men maktab bitirma desam, 我明年毕业. 我明年毕业. Men kelar yili to'y qilma desam, 我明年结婚. 我明年结婚 desak bo'ladi. 明年 kelar yili. Kelar yili mushu vaqtda siz nada? 明年这个时候你在哪儿? 明年这个时候你在哪儿? bo'lib ma'noda. Ha, unda bo'lsa, to'y qilish degani nima deymiz? 结婚. 结婚 qanday yozamiz? 一个绞丝旁, anki hang shu hang qilib ostida bir tal kou. 婚就是一个女, andan keyin pie shu ti hang斜勾 ostida bir tal ri 结婚. Ma'nosi to'y qilish. To'y qildingizmi? 你结婚了吗? 你结婚了吗? Men texi to'y qilmadim. 我还没有结婚. 我还没有结婚. 结婚. Men kelar yil to'y qilaman desam, 我明年结婚. 我明年结婚. 好, 结婚 to'y qilish. To'y qilgim kelyapti desam, 我想结婚了 deymiz. 我想结婚了 deymiz. Eng oxirgisi yil deganni nian deymiz. Xo'p, yil qanday qilib ma'noga? Pie hang hang shu hang shu. Yil. Bu yil 今年. Kelar yil 明年. 明年. Yandirqi yil 后年. Oldingi yil 去年. Uning oldidagi yil 前年. Jami mushtaq so'zlabmi qanchinchi qirayotgan, 5-chi qirayotgan bo'ldi ekan. Boshdan ma boshqa kelsak, 前年, 去年, 今年,
明年、后年 degandek。好，这是我们今天所学的生词。那么安阿哈达萨瓦达西跟我一起把今天学过的生词一起读一遍。我们大伙说吧，是的。对，对，下，下，月，月，生日，生日，参加，参加，聚会，聚会，星期，星期，看，看，一下，一下，日历，日历，记住，记住，一定，一定，会，会，时候，时候，送，送，蛋糕，蛋糕，礼物，礼物，还，还，早，早，双，双，日，日，明天，明天，后天，后天，明年，明年，结婚，结婚，年，年。好，那亲爱的同学们，今天我们的作业是每一个生词抄2行，选择其中的5个造句。好, unda xusus suyumlik sabaqdashlar, bugungi topshiriqimiz har bir so'zlikni 2 qurdan ko'chirib, o'ttirsida 5 ni tanlab jumla tuzib bo'ldi. 那我们下一期再见，xayr xo'sh.